Assalomu alaykum azizlar, mana oradan 2 yil o'tib yana biz So'lim Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Quyoshli Shipavaq joyga keldik. Mana bu dargohni qarang, qanday go'zalligini. Gap bo'lsin qilamiz. Mana tog'lar, quyosh taftidan ko'zingga yaraydi. Odamlar kelib mana shu yerlarda davolanib, dam olishadi. Quyoshli sanatoriyasi. Go'zal, ajoyib bir manzara. Manzil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Oqtosh sanatoriyasining tepa qismida joylashgan. Quyoshli degan joy. Manzarani qarang, go'zalligini. Haqiqatan ham ajoyib go'zal manzara. Ancha sharoit yaxshi qilishgan ekan. Qayr qo'shgan. Qayr qilish kerak. Mana bog'la varra ko'chirishyapti. Odamlar juda ko'p gavjum. Mana manzara, tog' manzarasi. Go'zallikni qarang. Gap bo'lsin. Tepa qorli tog'lar. Yoni esa ishonchli daraxtlar gullagan, juda go'zal manzara. Quyoshli. Qancha ziravor, bor o'simliklar. Mujassam. Turshaklar qarang. Qayr qo'shib. Aslida tog'ning o'zida mahallada yetishtirilgan ekan. Bu tomonlarda ham go'zal quyoshli skameykalar qo'ygan. Gap bo'lishi mumkin. Mana manzara. Odamlar ham sayr qilib yurishadi. Odamlar dam olish joyi ko'ryapsizmi? Qayr qo'yish kerak. Juda zo'r. o'zini beraman. Ziravor o'simliklar qancha dardlarga davo qiladigan ziravor o'simlik. Qancha pul kefasi? Qarang. Tog' giyohlardan tayyorlangan malhamlar. Azizlar, mana kelib bolalaringizda bo'qat kasalligi, asma, mana shunaqa kasalliklarga shifo topaman desangiz, kecha soat 3 da keling. Ertalab quyosh uchqunlari chiqqandan to 2 terak bo'yi ko'tarilguncha o'tirib tog'dan, mana shu tog' manzaralaridan o'sha bo'qoqni bartaraf etadigan ajoyib shabada. Quyosh nurlari ostida esadi. Ana o'sha bolani salomatligiga juda katta foyda beradi. Mana ishonch uchun
yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Shu qorli tog'lardan tushgan shabogalar sizga ertalab marhab bo'ladi. Mana bu yerdagi mana giyohlardan mana shu yerda tabiblar, sotuvchilar o'zlari. Mana shunaqangi darajada chiroyli. Mana azizlar, mana qalabir monchoqlar, mana shularni yurakka malham qilaman desangiz, mana manzili, mana telefonlari. Mana shu odam bilan bog'lansangiz, shu giyohlarni olib ketishingiz mumkin. Qora andis. Mana azizlar, ko'ryapsiz. Xelba. Mana ko'ryapsiz. Talqon. Buni ham ko'ryapsiz. Irg'ay balotni degani. Buni ham ko'ryapsiz. Mana bu Oqda sanatoriyasining tog'da o'zida haqiqiy giyohlardan tayyorlangan asarlar. Mana shu kasalmand bolalarga, astma kasali bor bolalarga, bo'qoq kasali bolalarga mana shu asarlardan olsa shifo topadi. Mana qarang, asarni uyasi. Viloyatdan Xorazm, Sirojiddin, Jizzax, Muhammad Sobir. Chiroyli. Katta yoshli odam bor edi, Muhammad Sobir aka. Asalga haqiqiy asarlar. Boshqa Aka bu asaringiz qanchadan? Bu asal 100 millik, ben 1 kilo 100 milliga bor. Hamla 160 bu oshqozoncha yo'lash. Men tog' aka 150 millik bor, 160, 180, men 200 milliga bor-da. Mana Misliga qarabda bular. Mana meni kuzatayotgan O'zbekiston Mana yarim ahli. kiloli, Mana 100 ko'ryapsizlar. millik, 90lik bor, 80lik bor, men 50 millik bor. Shu Oqda sanatoriyasi atrofidagi tog' giyohlaridan tayyorlangan asar ekan. Mana shu gullarni oyoqda qo'ygan gulchangi degan. Mana gulchangi degan mana bu yerda jigar ko'ryapsiz. sahibidan dori hisoblanadi. Mana yo'talga propolis naslikalari, aslan mahsulotlaridan. Aslaridan krem ishlanadi, bel og'riqlari, tovon yorilishi, terilik ko'pincha qilib. Mana bu nimaga foyda? Bu immunitet ko'taradigan, toza asalga yong'oq, mayiz. Qanchadan bo'lyapti bu? Bu 55-50 mingdan qilib beryapti. Yarisi. Ma'qul. Ha, nima dedingiz? Mana azizlar, tog' giyohlari. Qalampir. Shu o'zim. Qovoq urug'ida olsa bo'ladi. Tozasi o'zim maydalagan. Xolijida mana bunaqasi ham bor butun. 100 gramm qancha? Ana qarang, 100 gramm 17 bo'ladi. Qarang, ana sana. eng so'siz. Ichki Butun so'siz. tabiiy narsa. Mana sana ko'ryapsizlar. Anaqa piygoti qancha? Filas. Piygoti bormi yo'qmi? Qora andis. Bor. Bormi? Mana avvalgi era pesha haydashga judayam asqatadigan 40 bo'g'in. Mana archa taomlar, Shamollashlarga, quvvat oshirish shunaqa. Osh mayizingiz qancha? karkodi choyi, Bu filas qancha? mana bir ramashka ekan. Shalpi. Kikutini so'radingiz. Piygoti qancha? 100 grammda Mana 20. xel bor. Filas. Kiloga kelishtirib beraman. Mana cherada yaxshilab o'qib olasizlar. Mana u qancha dedingiz? 100 gramm. Temir tikan. Bu 100 foizdan mashinadan maydalagan o'zi. Nimada tegirmonda maydalagansiz? Kardamon, kurkuma, Filas qancha dedingiz? Hasan. mana bu arpa 100 badiyat. gramm, 1 kilosi 150 ming. 100. Mana u 100 ming berasizmi? Mana bu zanjibil, Agar 1 kilo olaman Shu siz bilan 130 qavrak. beraman agar 1 kilo olsangiz shuni. osh mayiz. Yar Mana aziz vatandoshlar ko'ryapsizlar. Mana kelingizlar, mana shunaqa gastritsalari bor. Judayam gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli, zo'r. Mana shunaqa go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana jon rahmat. Aytam berish kerak. Azizlar, kelingizlar, shifo topingizlar. Dam olib hordiq qilingizlar. Sizlarga omad. Ulug' ro'za Ramazonning 16-kuni
2025-yil 16 mart kuni ertalab soat 8:00 syomka qildim. Manzil yana qaytaraman. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Oqtosh sanatoriyasining tepa qismi. Hammalaringizga omad yor bo'lsin.